Camp Nou'da narxlar portladi. 2,5 yildan keyin Barselona nihoyat uyiga qaytmoqda, lekin eng katta shov-shuv maydonda emas, chipta narxlarida. Do'stim, hoziroq like bosib obuna bo'l. Bu sen uchun atigi bitta tugma, lekin men uchun yangi videolarni chiqarishga eng katta motivatsiya. Ommaviy axborot xabariga ko'ra, dastlab klub prezidentlar premium eng qimmat joylariga 1000 yevro, futbolchilar o'rindiqlari yaqinidagi joylar 750 yevro narx qo'ygan edi. Ammo oradan 2 kun o'tib narxlar oshdi. Endi VIP joyga kirish 1750 yevro to'lash kerak. Futbolchilar yonidagi o'rindiqlar esa 1250 yevroga chiqdi. Maydonga eng yaqin birinchi qatorlardagi joylar uchun klub 950 yevro so'ramoqda. Eng arzoni 200 yevrolik chipta allaqachon sotilib bo'lgan. Hozircha faqat yon tribunalar uchun chipta mavjud. Narxlar 369 yevrodan 689 yevrogacha. Klub a'zolariga 20% gacha chegirma va'da qilinmoqda. Muxlislar kutilganidek norozilik bildirmoqda. Joan Laporta narx siyosatini quyidagicha izohlamoqchi bo'ldi. Stadion sig'imi oshgani sari bilet narxlari kamayadi. Bu tarixiy kun, shuning uchun narxlar odatdagidan yuqori.